Assalomu alaykum azizlarim. Bugun Telegram yopiq kanalimga ajoyib post joyladim. Ya'ni 1-avgust sanasi bilan izlaysiz. Telegram kanalim linkini opisiyadan topishingiz mumkin. Ya'ni avgust oyi pul chaqirish kodi. Bu qanday faollashtiriladi? Har bir inson uchun ishlaydi. Kunning xohlagan qismida sizga pul kerak bo'lganda, sizga aniq, ya'ni summa aniq bo'lganda, qayergadir sarflamoqchi bo'lgan joyingiz aniq bo'lganda ushbu kodlarni donalab o'qiysiz. Ya'ni 8 3 3 1 5 7 2. Kodlarni o'qishdan avval niyatingizni aytasiz. Misol uchun, menga shuncha summa, bu summani mana shu joyga sarflayman, ya'ni yo'naltirasiz va kodlarni xohlasangiz 7 marotaba, xohlasangiz 11 yoki 21 33 marotaba o'qishingiz mumkin va xuddi shu holatda avgust oyi pul chaqirish kodi faollashtiriladi. Kodlarni o'qib bo'lganingizdan so'ng, ha shunday bo'lsin, ilohim shunday bo'lsin, 27 ga 108 marta deb aytasiz. Bu nima degani? Bu semaron cheklarning sehrli atamasi hisoblanadi. Ya'ni ong ostini aldab, hazil-mutoyiba qilib orzularni amalga oshirishga qaratilgan texnikalar jamlanmasiga semaron deyiladi. 27 ga 108 marta bu semaronchiklarni sehrli koordinatasi, ya'ni borliqqa hech qanaqa shart qo'ymaslik. 27 kunda amalga oshirarsam, 27 soniyadami, 27 daqiqadami, ahamiyatsiz. Qachon sodir bo'lsa ham, sodir bo'lsa bo'lgani degan ma'noda borliqqa shart qo'ymasdan har bitta texnika bajariladi. Demak, kod haqida va bundan ham ko'proq texnikalar haqida to'liq ma'lumotni albatta Telegram yopiq kanalimdan olishingiz mumkin. Telegram kanalim linki esa opisiyanida qoldirilgan. Yoki Telegram ilovangizga kirib, poiskga kuchukcha Semaron 369 deb yozsangiz kanalimga a'zo bo'lasiz. Va kanalimda media qismiga kirasiz. Media qismida judayam ko'p texnikalar joylangan. Xohlagan video havolangizga kirib, o'zingizga ma'qul bo'lgan texnikalarni bajarishingiz mumkin.